Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun oldin qatimliq videoni chiqargandan keyin bir qancha tal savollar chiqdi. Mana shu Paycoin'ni har 24 soatda nima ish qilganligimizni shuni bir tafsilroq qilsangiz, tushuntirib qo'ysangiz deb. Shunga hozir mana bu mening Paycoin'ni qo'llash nimam hozir to'xtadi 24 soat tugab. Har 24 soatda shunday bir holat chiqdi. Meninkide İngilizce üstüden o'ng tarafdan tilni tanishsanglar bo'ldi. Mana dal mana tap to mine degan menga ustidagi chaqmoq belgisi shu ya'ni bir basimiz besib qilsak miyamda chiqdi. Undan keyin mana bu ostidagi so'zsiranlik mine deganni bassak bir tal e'lon chiqdi. Bu e'lonni birdan saqlab turgandan keyin e'lonni saqlab turgandan keyin undan vaqt to'shqanda konkurs chiqdi. O'chirsak bo'ldi. O'chirsak undan keyin e'lonni o'chirsak mana qo'llash boshladi dengib. Mana endi hozirda qo'zg'atdim. Demak, mana bu 0.23 degan mana bu ko'krak chaqmoqning belgisini bassak bir qatim eng ustida ekranning eng usti 141.78.397 deb turdi. Uning ostida qarasak meaning season ends ya'ni shu mana bu qo'llashninki oxirlashadigan vaqti. Ben hozirda başlaganligim uchun 24 soat hisoblandi. Yana 23 soat 58 minut 40 sekund bor dengib. Men dal mush vaqt qana qilmay desa, mana bu timerni echib 23 soat 58 minut 30 sekund deyli mana start bassam mana yani 23 soat 58 minutdan keyin dal aytib shuna vaqtda mana qo'ng'iroq chiringlab signal berdi. Qo'llashni boshlandi. Andan keyin bu hozir mana bu yangi xabarlar chiqyapti. Bu yangi xabarlarga qaraganda mening shu Paycoin'ninki shu 2022-yilning oxirlarida bozorga chiqadiganligi to'g'riliq xabarlar chiqyapti. Ve bununki dastlabki boshlanish baholarininki shu taxminan $5 atrofida boshlanib, andan keyin ba'zi xabarlarda deydi 314 topilgan P-ning qiymati bo'yicha bo'lishi mumkin deb. Deydi, lekin buning soni xil cheklaylik o'xshaydi Paycoin'ninki. Shunga taxminan shu $5 bilan boshlanib, uzun qamar $60 chiqib qolganini gap bormi hozir. Şuna qarindoshlar nima qilib shu oldin qatimliq videoni ko'rsanglar qanday qachlaydigan hamma narsani tushuntirib qo'ygandim. Shu Paycoin'ning boldiroq qo'llash boshlanglar. Chunki ayni vaqtda 2009 oldida Bitcoin'ni nima bilan normal kompyuterda qo'lga olgan to'q ve uçakda nayet tez qo'lga olgan to'q. Qisqa vaqt ichida bir ikki tal Bitcoin birdan qo'llangan to'q. Ana 2009-yili yangi boshlangan chog'da taxminan $2 bilan boshlandi. Keyin hozir hamda $20,000 taxminan bir 2-3 oy avval $60,000, $68,000 chiqib ketdi. Balkim shu Paycoin hamda qattiq istiqboli bor deb qildi qarsam. Bunun keyingi proyektlar shuna yaxshi ekan. Shuna bo'lgan ekan chiqib qo'llab yiqishda hech qanday bir ziyon yo'q. Balkim foydamiz oz chiqar yoki bo'lmasa qulolmaydi hamda. Bugun har birisi necha $100 chiqib qolib qolsa, xaljiq foyda olib qolishi mumkin. Shunga buningga bir boshqa bir vaqtmi ketmaydi qo'llashga. 24 soat bir qatam shu bayatın ben qilgan ko'nikmalarni besib bilan bir qo'zg'atib bassanglar mumkin. Undan keyin vaqt tanlab qo'ysanglar shu 24 soatlik yana bir to'xtaydi, yana boshlab qo'ysanglar shu.
Shunaqa qilsanglar mumkin o'sha ko'lni chiqib boshlaydi. Men bu taxminan 1 oydan oshdi hozir. 141 tal coin qo'llab olibman. Tez suratda qo'llanadi. Shuni sizlarga menga tavsiya qilaman. Chiqib foydasi bo'lsa puldagi hargiz ziyon yo'q buniki. Shuni tavsiya qilib, ikkinchi videoni yo'llab qo'yishim. Ananikin buni qanday ochimiz, kontoni deganlar bo'lsa, agarda birinchi videoni ko'rmaganlar bo'lsa, birinchi video qarab olsanglar bo'ldi. Mening YouTube kanalimga kirib, ananikin birinchi videoda eslatgandim men uni agarda imkonda tizimlatgan vaqtda sizni taklif qilgan odamningki nimasi akkaunt nomeri degan narsa chiqadi. Shu yerga sizlar ma'ni bassanglar men mamnun bo'laman. Yuqaqchan degan invitation code to share degan ostidagi yuqaqchan deganni bassang, ashni kirgizib qo'ysanglar, buning damda meningki mana bu qo'llash sur'atim hal tez shunaqa bo'lganligi uchun men ham to'xtamay qo'llayman. Shunaqa bo'lg'achqa menga agarsangiz sizlarning qo'llash sur'atinglar tezlashidi. Tez bo'ldi normalda. Shunga shularni bir bildirib qo'yib bu videoni yo'llashim. Bildimsiz, Allohga emanet.